Undan keyin haj mabrur dedilar, riyosiz bo'lgan haj dedilar. Keyingi hadis sharifda amallarning Alloh subhanahu va taologa eng suyumlisi namozni vaqtida o'qish dedilar. Va keyin ota-onaga yaxshilik qilishlik dedi. Mana bu hadis shariflardan bizga ma'lum bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining risolatdan bo'lgan maqsadlarini bayon qilib, Bismillahirrohmanirrohim, bu'istu li utammima makarimal axloq, oliy xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib jo'natildim dedilar. Demak, oliy xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun kishilarning nuqson taraflari qaysi bo'lsa, shu tarafni kamoliga yetkazgan. Amallarning qaysinisi afzal degan savolga turlicha javob berishlari muxotablarning, shu eshituvchilarning hollariga qarab ham gapirganlar. Ya'ni eshituvchilarning hollariga qarab deganda biz tushunib qolmasligimiz kerak, ularning ra'yiga muvofiq bo'ladigan, ularning ko'ngliga qarab turib gapirganlar deb tushunib qolmasligimiz kerak. Ularning nuqsonlari qaysi taraf bo'lsa, shu narsani tarbiyalashlik maqsadida gapirgan. Ba'zi kishilar Alloh rasuliga bo'lgan iymonlari bo'lishi bilan birga namozni vaqtida o'qimaydigan kishilar bo'lishligi mumkin. Ana shu kishilar amallarning Allohga eng suyumlisi qaysi deb savol qilganlarida namozni vaqtida o'qishlik deb javob bergan. Ba'zi kishilar namozni vaqtida o'qishlari ham mumkin, lekin ota-onalarga yaxshilik qilishlik sifati mutlaq ularda topilmaydi. Mana bunday kishilarga amallarning afzali ota-onaga yaxshilik qilishlikdir. Shu eshituvchi, savol qiluvchi kishining nuqsonini tarbiyalab qo'ygan. Ba'zi kishilar bu amallarni juda chiroyli qilishligi mumkin, lekin Alloh yo'lidagi jihod isi o'zini imkoniyatini Alloh yo'lida sarf qilishlikdan beparvo bo'ladi. Mana bu kishilarga Alloh yo'lidagi kurash bu amallarning afzali deb biz ham shunday ogohlantirib olamiz. Mana hozirgi dunyodagi shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislari bilan shug'ullangan bir ilm-i nafs, ya'ni hozirgi zamon tili bilan aytganda psixolog olimlarning bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shu amallarning qaysinisi afzal degan savollariga bergan javobni shuni tekshirib, shu so'zlarning kimlarga aytganliklarini tarixdan bir tekshirib ko'rib, ularning tarixlarini o'rganib turib shu xulosaga keldim deb bayon qilganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini qabul qilib, o'zini islomini e'lon qilganki, men bu kishidagi quvvat hozirgi shu fan sohasidagi quvvatdan boshqa quvvat borligiga dalolat qiladi. Chunki hozirgi shu ilm-i nafs hali bir narsani kashf qilgani yo'qki, bir kishi oldingizga kelib bir savol qilsa, uning ota-onasiga beparvo ekanligini biladigan narsani hali kashf qilgani yo'q. Yo'inki u kishi bir kishi oldingizga kelib savol qilgan vaqtida namozni vaqtida o'qimaydigan kishi ekanligini bilishlik imkoniyatida bu ilm-i nafsni imkoniyatida yo'q. Bu kishida ilm-i nafsdan boshqa bir quvvat bo'lganki, bu ilohiy madad bo'lganda, shu ilohiy madad orqali ro'barolariga kelgan kishilardagi zaiflik tarafini bilganlarda, shu zaiflik tarafini xuddi tabiblar davolagandek jismlarini, ularning ruhlarini tarbiya qilganlar. Deb shu sabab bilan shu istidlol qilib shu islom dinini qabul qilganligini e'lon qilgan. Haqiqatda ham bir kishi sizni ro'baro'yiga kelgan vaqtida undagi shunday nuqsonni bilishlikni bu ilm bilan bilishlik mumkin emas. Bir odamning kasal bo'lganligini bilishlik mumkin, lekin uning ota-onasiga yaxshilik qilolmayotgan farzand ekanligini bilishlik hali bu ilm-i nafsda bu kashf qilinmagan narsa. Demak, bu yerda bir ilohiy madad bo'lganligiga dalolat qiladi. Shu bilan birga biz ham shu hadisdan xulosa chiqarishimiz kerakki, bizning xalqimiz ham nima narsaga muhtoj. Hozir ular bir yemoqqa muhtoj. Yo'inki ular masalan nafl namozlarni ko'proq o'qishlikka muhtojmi? Yo'inki ular shunday ko'proq
kiydiradigan narsalarni ihson qilishlikka muhtoj. Yo'inki ular shariat ilmiga muhtoj. Yo'inki ular farzandlarining islom yo'lida tarbiya qilishlikka muhtojmi? Biz ham mana shu xalqlarning qaysi tarafdan nuqsonli ekanligini bilishimiz kerak. Shuning uchun ham xalqlarga tushuntirayotgan vaqtda ularning zaif taraflarini bilib, shu xalqlarning zaif taraflarini davolashligimiz kerak. Tabiblar ham agar bir kishining sog'lig'i oshib ketgan bo'lsa, unga issiq ovqatni yeyishlikni tavsiya qiladi. Agar issiq oshib ketgan bo'lsa, sovuq ovqatni yeyishlikni tavsiya qiladi. Bizning xalqimiz ham juda ham maishatga berilib, ularning issiqlari oshib ketdi. Shuning uchun ham biz xalqimizga Allohning va'idlarini eshittirishlik kerak. Ular juda ko'p vaqtlarda yo'ldagi bir toshni olib qo'ysa, jannatga daxil bo'ladi. Yo'inki yo'lda bir daraxtni osilib tursa, uni shoxini kesib olganligi sababli jannatga daxil bo'ldi. Shunga o'xshagan ularning uxlatuvchi, yupatuvchi, yumshoq gaplarini eshitib, ularning issiqlari oshib ketdi. Ularga Allohning qiyomatdagi qattiq azoblarini, agar ular o'zlarini farzandlarini tarbiya qilishmasalar, Allohning qattiq azoblari borligini. Astagfiru billah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha al-malaika ghilabun shidadun la ya'suna Alloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Ve iman keltirgan kishilar o'zinglarni va avlodinglarni, o'zinglarni oilalarini Allohning azobidan saqlab qolinglar. Shunday azobki bu o't, uning o'tinlari odamlar bo'ladi va ularning silingan butlari bo'ladi uning o'tinlari. Va shuning u azob beradigan bu o'tni, azobni ustida shunday Allohning farishtalari borki, ularning qattiq bo'lgan farishtalar bor. Mufassirlar shu oyatni tafsirida shunday deyishganki, ahli do'zaxlarga qancha azob kelgan sari shuncha lazzatlanadigan tabiatli qilib yaratib qo'ygan. Mana shunday oyatlarni biz xalqlarga eshittirib, farzandlarni tarbiya qilishmasalar qattiq azoblar bo'lishligi bilan ogohlantirmoqimiz kerak. Shuning uchun ham bizni hozirgi xalqlarimiz shunday nafs shu butun maishat bilan ovora bo'lib, issiqlari oshib ketgan, ularni shunday sovuq narsalarni iste'mol qilishlikka bilan Allohning va'idlarini eshittirmoqimiz kerak. Amallarning afzali qaysi deb so'ralgan vaqtda biz ham ularning nuqsonli taraflariga hujum qilib, shularni tarbiya qilmoqimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana ashoblarni shunday qilib tarbiya qildilar. Ularning mana nuqsonli taraflarini hammasini shunday so'zlar bilan tarbiya qildilar. Birinchi mana avval islomda faqat iymon bilan ko'p vaqt mana tarbiyaga sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana shu tarbiyalari ostida juda bir mukammal insonlar yetishib chiqdiki, ular Qur'onga muvofiq bir hayot kechirgan insonlar bo'ldi. Modomiki odamlarning o'zida Qur'on shakllanmas ekan, odamlarga bu so'zlarning ta'siri bo'lmaydi. Odamlar o'zlarini shariatning hukmi agar odamlar o'rtasida harakat bilan bilinmas ekan, bu odamlarning bu aytilayotgan so'zlar ta'sir qilmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shu masjidlaridan tarqalgan so'zlarning ta'siri ham shunga muhayyo bo'lgan kishilar yetishib chiqqan. Shular orqali butun olamga odamlar tirik islomni ko'rishlar jo'natilgan vaqtda. Shuning natijasida mana bizlarning diyorimizda ham shu mushrik bo'lgan odamlardan musulmon avlodlar vujudga keldi. Hozir mana ming afsuslar bo'lsinki, endi shu musulmon avloddan dinni bilmagan avlodlar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.